Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ko'rsatuvimizda o'zbek adabiyotining mashhur asarlaridan biri Kecha va kunduz romani haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizda ushbu asarni o'qib chiqqan 3 nafar o'quvchimiz Mirzobod tumani 17-umumta'lim maktabidan tashrif buyurishibdilar. Ularni birma-bir tanishtirib o'tsam, birinchi o'quvchimiz Ibragimov Nazarbek, ikkinchi o'quvchimiz O'rozboyev G'iyosbek, uchinchi o'quvchimiz Sherqulov Abdulaziz. Bugun ko'rsatuvimizga ushbu asar haqida o'z fikrini bildirish va o'quvchilarimiz bilan suhbatlashish uchun mehmonimiz ham tashrif buyurgan. Marhamat, so'z navbatini mehmonimizga bersak. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men ushbu ko'rsatuvga Kecha va kunduz romani asosida savollar berish uchun tashrif buyurdim. O'zim bu romanni bir necha marta o'qib tugatganman. Bu asar menda juda yaxshi taassurot qoldirgan va umid qilamanki, sizlarda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Endi o'quvchilar, roman yuzasidan savollarga o'tsam. Birinchi savol. Romanda Zebi qanday obraz sifatida tasvirlangan va bu asarda yana qanday muhim obrazlar mavjud? Romanda Zebi sodda, pokiza, mehribon va sabrli qiz obrazi sifatida tasvirlangan. U ota-onasiga itoatkor, orzu-havaslari bor bo'lsa ham, o'sha davrdagi urf-odatlar va majburiyatlar qarorlar sabab og'ir taqdirga duch keladi. Asarda Zebidan tashqari yana bir nechta muhim obrazlar mavjud. Masalan, uning otasi Razzoq So'fi eski qarashli va qattiqqo'l inson sifatida tasvirlangan. Onasi Qurbon bibi esa mehribon ona obrazi bo'lib, qizining taqdiridan qattiq iztirob chekadi. Shuningdek, boy va mansabdor mingboshi ham muhim qahramonlardan biri bo'lib, voqealar rivojida katta rol o'ynaydi. Aha, juda yaxshi javob bo'ldi. Endi ikkinchi o'quvchimizga savol bilan yuzlansak. Zebi qanday qilib mingboshining uyiga kelin bo'lib tushib qoladi? Zebi dugonasi bilan bir qishloqqa borganda mingboshining kelinlari uni ko'rib qoladi va uning chiroyini aytishadi. Shundan so'ng mingboshi uning uyiga sovchi yuboradi. Zebi bu turmushni istamasa ham otasi Razzoq So'fi boylik va obro'ni o'ylab uni mingboshiga turmushga beradi. Barakalla. So'nggi savolim esa sizga. Kecha va kunduz romanining asosiy g'oyasi nimadan iborat? Asarning asosiy g'oyasi Zebo taqdiri orqali o'sha davrdagi jamiyatdagi adolatsizlik, majburiy nikoh va ayollar hayotining o'g'irlik ko'rsatishga qaratilgan. Barakalla o'quvchilar, men bergan savollarga qisman bo'lsa ham juda yaxshi javob berdingiz. To'g'risini aytganda, bu roman juda qiziqarli va yoshlar o'qishi kerak bo'lgan nodir asardir. Bizni tinglab turgan bolalarga esa ushbu romanni bemalol tavsiya qila olaman. Rahmat o'quvchilar, javoblaringiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Demak, aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimiz orqali biz ushbu asarning mazmuni va ahamiyati haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Kitob o'qish inson tafakkurini boyitadi va dunyo qarashini kengaytiradi. Suhbat uchun rahmat, e'tiboringiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.